Аңлаватқаныңыз Доктор Павел Каланити қаламидagi Nafas havoga aylanganda nomli kitob. Bu kitobni Bilgajon tarjima guruhisidagi fidoyi tarjimonlar inglizchadan uyg'urchaga tarjima qilgan. Uchinchi qism. Maktabga qaytdim va tog'dagi kunlarni eslab ketmadim. Hayot texmi rangdor va mo'l mazmunliq o'tishga boshladi. Shundan keyingi 2 yilda men ma'naviy hayotni texmi cho'nqur tushunib beqish uchun davomli izlandim. Men hayotni ma'niga ega qiladigan narsaning zodi nimaligini bilib beqish maqsadida adabiyot va falsafa o'rgandim. Mening zodi qandoq qilib insondek hayotning ma'nosini tepish iqtidoriga ega bir jonliq bo'lishini, imkoniyatga ega qilganligini tushunish uchun neurologiya o'rgandim. Va funksiyalik yadro magnit rezonanslik saylash, ya'ni fMRI tajribaxonasida ishladim. Uningdan boshqa men yana bir qator qiziqarli faoliyatlarga qatnashish orqali yaqin do'stlarim bilan bo'lgan munosabatimni kuchaytirdim. Masalan, biz Mongolcha yasinib maktab oshxonasiga bostirib kirdik. Butunlay yolg'on bir grekchi birodarlar jamiyati qurib, bosh shtab davogan uyimizda sirliq ishlarni planlash bilan oldirash yurgan qiyofatga kirib oldik. Orangutancha yasinib Buckingham ordusining darvozasida turib oldik. Yerim kechida maktab qahramonlar cherkoviga so'qinib kirib olib, zalda o'ngdisiga yetib, jinimizning barcha vaqirab, to'risdan yongan aks sadoni tomosha qildik. Men keyincha Virginia Woolfning maktabdagi cheg'ida Habash malikisidek yasinib, Angliya jang paroxtiga chiqqanligini va keyin chenib qilib, jazolanganligini anglab, o'zimning bu arzimas ishlarimdan maqtinib yurmaydigan bo'ldim. Oliy maktabning eng oxirgi yili. Men qatnashayotgan nervi ilmi kasbining oxirgi bir qitimliq neurologiya va etika darsida biz mengisi og'ir zaxmlanganlar kutinayotgan bir sanatoriyani ziyorat qildik. Darvozadan kirishimizga bizni ma'yus yig'i ovozi kutib oldi. Yetakchimiz bo'lgan 30 necha yoshlardagi do'stona bir ayol kelib, bizga o'zini tanishtirdi. Lekin mening ko'zlarim boyqi yig'i ovozining zodi nadan kelganligini izlaydi. Kutilish pokining keyindagi cho'ng ekranli televizorda bir mag'zab teatr ovozsiz qo'yilyotdi. Ekrandagi ko'k ko'zlik, moda chashliq satangning beshi hayajondan yenik titraydi. Bu ayol ekranni bir og'am bo'lib, kimdir birsiga yalvuryotdi. Ko'rinish almishib, uning yo'g'on ingaklik, ovozi qarmoqla noit bum oshiq ko'rindi. Ikkisi qizg'in quchoqlashdi. Yig'i ovozi texmi kuchaydi. Men ekrandagi bir juftlarga yaqinlab berib, Pokayning kayniga qaradim. Televizorning oldida yerga silingan ko'k palazda gullik ko'ynak kiygan 20 yoshlardagi bir qizchaq o'ltiribdi. U ching tugilgan mushtiri bilan ko'zlarini uvlab, qattiq silkinib turib, o'ksib yig'layotdi. Uning silkinayotganda beshining kaynini ko'rib qoldim. U yerdagi chashlar pokiz chiritilgan bo'lib, cho'ng bir parcha yerda beshining oq terisi ko'rinib turibdi. Kaynimga yondim va ko'pchilikka yetishib oldim. Ular sanatoriyani ko'zdan kechirgilmagan edi. Yetakchi bilan paranglashib bildimki, bu yerliklarning ko'pinchisi kichik vaqtida tunjiqib qilishga oz qolganlar ekan. Atrofga qarasam, bizdan boshqa ziyoratchilar ko'rinmaydi. Odatimi shundaqmi? deb so'rdim men. Yetakchi tushundirdi. Ay, nimisin deysiz? Boshda bemorning oilasidagilar doim yo'qlab keladi. Kunda keladiganlarimi, hatto kunda 2 vaqt keladiganlarimi bor. Ondan kun atlab keladigan bo'ladi. Ondan hafta oxirida keladi. Ondan bu oylar yoki yillar o'tgancha ziyorat soni bara-bara azlab, faqat tug'ilgan kun yoki Rojdestvo bayramida kelib yo'qlaydigan bo'ladi. Ay, eng oxirida tuqqanlar chamisining yetishicha yiroq-yiroqlarga ko'chib ketishidi. Men ulardan og'rinmayman, dedi u. Bu balalarning holidan xabar elish nihoyat tas. G'azabdan o'rtinib ketdim. Tas? Albatta tas. Biroq ota-ona bo'g'ichi qandoqmi balalarni tashlab talaydigandi?
Bir uyga kirsak, bemorlar karvatda jimjit yetibdi. Rətlik tizilgan karvatlarda ular xuddi okopdagi askarlarni eslatdi. Karvatlarni arlab mengib o'tib, bir qizchaq bilan ko'zimiz uchrashib qoldi. 20 yoshlar chamisidagi bu qizchaqning qora budur sochlari nihoyat chiroyli edi. Men to'xtab, uningga kulimsirab ko'ngil bo'lganimni bildirdim. Uning qo'lini tutdim. Bu nihoyat jonsiz bir qo'l edi. U bir narsalarni deb ko'nglidi. Ondan menga udul qaradi va kulimsirdi. Meningcha u kulyotdi, dedim men doktorga. Balkim, dedi u. Ba'zida bir narsa deyishdas. Lekin men jazmlashtira oldim. U kulyotdi. Maktabga qaytdik. Hammalar sinfdan chiqib ketdi. Men professor bilan yolg'iz qoldim. Xo'sh, Pavel. Nima o'ylayapsan? Dedi u. Men ochiq yo'riqlik bilan uning ashu ota-onalarning bechora bolalarini tashlab etganligiga qancha qilib ishonmayotganligimni deb og'rinib berdim. Hatto bir qizchaqning menga qarab kulganligini aytib berdim. Professorimiz bir ro'yi ustoz edi. Uning ilm-fan va axloqning o'zaro kesishi haqida cho'nqur izlanishlari bor edi. Men uni mening o'ylaganlarimga qo'shildi deb ishondim. Shundoq, dedi u. Yaxshi, yaraysan. Biroq, sana desam, Pavel, meningcha ularning baldiroq o'lib ketganimi yaxshi. Qopib sumkamni oldim va chiqib ketdim. U iniqli kulimsirgan tursa, shundoq emasmi? Men xeli keyin ondan tushundimki, ashu qitimliq ziyorat menga va bizga kishilik munosabat shakllantirish va hayotni ma'niga ega qilish iqtidori berdi degan tushanchamga yangicha bir kuzatish nuqtasi bergan edi. Ba'zida menga ashu munosabatlarni vayron qila oladi ekan. Maktab bitishga oz qolgancha o'zimni texi hech nima o'rganmagandek, hal qilinmagan bir talay masalalar bordak o'ylab beorom bo'lardim. Men Stanford tashuvasining ingliz adabiyoti kasbiga magistrlikka iltimos sundim va qabul qilindim. Men tilni darajadan tashqari bir kuch deb qarashga boshlagan edim. U kishilar orasida mavjud bo'lib, 1 santimetr qalinlikdagi boshso'ngki qoplab turgan inson minglarini o'zaro bog'lab turadi. Bir so'z faqat odamlar orasida ma'niga ega. Hayotning ma'nisi va go'zalligi insonlar orasidagi munosabatning cho'nqurligiga bog'liq. Odamlar orasidagi munosabat, ya'ni inson bag'lanishchanligi dal ma'nini kuchaytiradigan narsa. Lekin bu jarayon baribir mingida va badanda yuz beradi. Va har biri o'z fiziologiyasining cheklamasiga va ta'sirga uchraydi. Shunga har vaqt buzilish va vayron bo'lishga torliq. Men o'ylaymanki, hayot kechirmishlarimizdagi qizg'inlik, ochliq, muhabbat degandek tuyg'ularni sifatlashda ishlatadigan tillarimiz bilan mayli qanchalik purmilinib ketgan bo'lsin, ashu nervlarning tili, azm yo'llari va yurak so'qishining tili orasida cho'qim ma'lum bog'lanish mavjud. Stanfordda men ta'limga Richard Rortyning darsini anglash fursatiga erishdim. U zamondagi eng buyuk faylosuflarning biri edi. Uning yetakchiligida men har bir fanning inson hayotini tushunishda o'zguchi bir qoral bo'lgan bir qator shu fanga xos so'zlarni ishlatadiganligidek bir qonuniyatni ko'rib yetgan edim. Buyuk asarlarning tili o'ziga xos bir qoral. U o'qirmanni o'sha so'zlarni ishlatishga qoyil qiladi. Men o'qish bitirish ilmiy maqolamda Walid Whitmanni tahlil qildim. U bir asr ilgari o'tgan shoir bo'lib, uning butun vujudi dal mening kallamni chirmib olgan savollar bilan to'lgan edi. Ya'ni uning hayoti butun asxiyolni bir olgan. U fiziologiyalik ruhoniy degan ot qo'ygan bu uqumni tushunish va tasvirlashga urinish bilan o'tgan. Ilmiy maqolamda men faqat birli yakun chiqara oldim. Whitman fiziologiyalik ruhoniylik haqida eng joyiga tushgan so'zlarni yasashga urinayotgan barliq kishilarga o'xshashla mag'lub bo'lgan. Biroq hech bo'lmaganda uning mag'lub bo'lish jarayoni yanada bizning izlanish yo'limizni yo'ritgan edi. Men adabiyot o'rganish qizg'inligimning bag'an sir sustlab ketayotganligini bayqab qoldim.
adabiyot menga siyosiyga bek berilib ketgandek, ilm fan bilan zidlashayotgandek tuyulishga boshladi. Dissertatsiya komitetidagi yetakchi ustozlarimning biri menga adabiyot sohasida meni qo'yniga og'udek bir kollektivga singib kirishimning tasligini. Chunki ingliz adabiyoti doktorlarining ko'pinchisining ilm fanga xuddi o'tdan qo'rqqan maymundek qattiq vahim bilan qaraydiganligini atoyitan samimga soldi. Hayotimning qayoqqa yo'l oladiganligi menga qorong'u edi. Mening Whitman va kishilik xarakterining tibbiylashtirilishi degan ilmiy maqolam olqishga erishdi. Ammo maqolamda adabiy tanqidchilik haqida qanchalik to'xtalgan bo'lsam, yana ruhiy kasalliklar ilmi va neurologiyaning tarixi ustidimi shunchalik to'xtalg'ashqa an'anavilikdan yiroq va g'alati bilinadi. Maqolammi, menmi o'xshashla ingliz adabiyot fakultetiga ancha tushmaydik. Doshiyadagi eng yaqin do'stlarim san'at sohasiga, ya'ni ba'zilari komediyaga, yana ba'zilari axborot televiziya sohasiga kirishish uchun New Yorkka mang'inida, menmi damalliqqa ularga qo'shilib, yangi bir hayotni boshlashni o'ylashmi baqqan edim. Biroq bunu savolni kalamdan zahirli ner qilmadim. Biologiya, etika, adabiyot va falsafaning kesish nuqtasi zodi nada? Bir kun o'tishdan keyin top o'ynab bo'lib, izg'irin kuz shamolda uyga qaytib o'tib, xiyolga patdim. Augustin kitob ol va o'qi deb buyruq qilgan bo'lsa, ichimdagi ovoz menga naq shuning aksini davatadi. Kitobni qo'y va tibobatga kir. Tuyuqsiz hamma ro'shanlashib ketdi. Garchi dadam, tog'am, akam doktor bo'lsa-mu, yoki dal shundoq bo'lganligi uchun deyishim kerakdi. Men tibobat o'rganishni azaldan astoydil o'ylashib baxmagan edim. Biroq Whitman o'zimi faqat doktorlarla ashu fiziologiyalik ruhoniyni haqiqiy tushunib yetalaydi deb yozgan emasmidi? Atisiman bir meditsina tayyorlik yetakchisidan bu kasbda o'qish uchun qanday tayyorliklarni qilishim haqida maslahat so'radim. Tibbiy doktorlikning. Diqqat. Amerikada tibobat kasbida faqat doktorlik unvoni bor. Iltimos vaqti 18 oy bo'lg'achqa, darslarim tugagandan keyinmi yana 1 yil bekor vaqtim bor edi. Agar shunday qilgan taqdirda New Yorkka ketgan do'stlarim mensiz o'z do'stligini texmi chonqurlashtiradi. Bu yana adabiyotni bir chetga qayrib qo'yishim kerakligidan darak beradi. Biroq bu menga kitoblardan topqilib bo'lmaydigan boshqacha bir ulug'likni tepish, azob chekayotganlar bilan munosabat o'rnatish, shundaqla o'lim va halokat oldidimi hayotga ma'no qatadigan narsaning zodi nimaligi haqida davomli izlanish fursati ato qiladi. Men tayyorlik meditsina darslariga qatnashdim va ximiya, fizika bilimlarini kuchaytirishni boshladim. O'rganish sur'atimga ta'sir etishdan ansirab, yo qo'shimcha xizmat qilib kelmay, yoki Stanford joylashgan Palo Alto shahrining o'g'i zahardan qimmat uy ijorasini ko'tarolmay turganda, maktabning yotoq binosidan bir quruq yotoqning o'chib qolgan derazasini bayqadim va ortilib kirib yetib oldim. Ta'limga meni tutib olgan yotoq boshqaruvchi bir do'stim chiqib qoldi. U menga yotoqning bir tal oshquchini va ba'zi foydali takliflarni berdi. Masalan, u menga to'liq o'ttir maktab madatchi qizlar o'mikining qachon qaytib keladiganligini eskartib qo'ydi. Men Lökchak degan nomga qolmaslik uchun kallamni ishiltib, naq shu kunga to'g'irlab, chedir, kitob va yetarlik suv yarmasi elib, toki qaytish bexatar bo'lguncha Tahu ko'li bo'yida yotdim. Tibbiy doktorlikning. Diqqat. Amerikada tibobat kasbida faqat doktorlik unvoni bor. Iltimos vaqti 18 oy bo'lg'achqa, darslarim tugagandan keyinmi yana 1 yil bekor vaqtim bor edi. Bir qancha professor menga ilmiy tadqiqot sohasi bilan mangulik xo'shlashishdan burun ilm fan va meditsina tarixi va falsafasi kasbida unvon elib olishimni tavsiya qildi. Shuning bilan men Cambridge dashvasining HPS ilm fan falsafasi va tarixi darsiga iltimos qilib qabul qilindim. Keyingi yarim yilim Angliya sahrolaridagi darsxonada o'tdi. Ash kunlarda men hayot va o'lim masalalarida bevosita amaliy tajribaga ega bo'lishning, shular haqida konkret axloq qarshi tiklashni kam bo'lsa bo'lmaydiganligini bag'ansir cho'nqur tunib yetdim. Quruq so'zlar xuddi oshi so'zlarni to'shayotgan nafasdek ahamiyatsiz tuyulishga boshladi. Men oxir o'zimning allaqachon his qilganimni qayta jazmlashtirayotganligimni payqadim. Menga lozimi dal ashu amaliy tajriba edi.
Faqat meditsina kasbiga qo'l silib kirgandila, ondan hayotning falsafasini haqiqiy o'rganadiganligimga ko'zim yetdi. Nimaning to'g'ri xatoligini bekitish uchun munozara qilish, to'g'ri ishni qilishning oldida hech nimaga arzimaydi. O'qishimni tugatib, unvonimni oldim va Amerikaga qaytdim. Amdiki qarorim Yali Dashvasining meditsina kasbida o'qish edi. Tunji qitim jasadni yarganda odam g'alati tuyg'ularda bo'ladigandu deb o'ylashingiz mumkin. Qiziq yeri shuki, hamma ish shundoq normal boshlandi. Yo'riq chiroq, datlashmas po'lat ustalla, kepina galstuk taqagan professorlar odamga bir xil murosim tuyg'usi beradi. Shundaqdimi men gajgidan belgichi kesgan ashu tunji pichoqni mangu esimdan chiqarmayman. Pichoq to'limi o'tkir bo'lib, terini xuddi choponning sertmasini ochqandekli yerib, ostidagi yoshirin va cheklangan payla, muskullar ko'ringanda, siz mayli qancha tayyorlik bilan kirgan bo'ling, baribir nomus va hayajondan tengirqib qoladingiz. Jasad erishni mayli bir zarur tibbiy murosim yoki inson hayotining muqaddasligiga qilingan tajovuz deyli. U sizni bir talay tuyg'ular kelguniga g'arq qiladi. Bu tuyg'ular boshda yerginish, hayajon, ko'ngil elishish, temirqash va ayminishdan boshlanib, oxirida vaqt o'tgancha faqat bir zerikishlik tibbiy tajribaga aylanib qoladi. Ammo esdashlik va sovuqqonlik orasida tavrinib turadi. Siz bu yerda jamiyatning eng aqalli tuvanchik bilan o'ynashyapsiz. Yana bir tarafdan formandehining kuchli qidig'ilishi ostida ishtoyingiz ichilib, qo'noq turmilimi yavatsiz. Oxirda siz o'ttir nervini yerish, tasvakni hardab parchalash va yurakni yerish bilan vazifangizni tamomlaganingizda sovuqqonlik, esdashlik ustidan g'olib keladi. Muqaddas tajovuz oxiri berib kitob xaltalari, qiziqchilar va boshqalar bilan to'lgan sinfing'izdagi hammalarning xarakterini parvosiz qilib ketdi. Jasad yerish nurg'un bolalarning jiddiy, muloyim, adablik o'quvchidan operatsiya pichqidek sovuq, agavur doktorga aylanish jarayoni edi. Tibobat kasbidagi ma'naviy burishning buyukligi meditsina maktabidagi dastlabki kunlarimga ig'ir bir jiddiylik tuyg'usi bergan edi. Tunji kuni jasad yerishdan burun biz sun'iy nafaslantirishni mashq qildik. Bu mening ikkinchi qitim bundaq mashqqa qatnashishim edi. Tunji qitimi dashalik chig'im bo'lib, o'yinning o'rnida tugagan edi. Hammamiz qo'l puti yo'q haykallar va nihoyat qo'pol suratga ilingan videoning saxtligini mazoq qilib chiqqan edik. Biroq hozir bu texnikani bir kunlarda ishiltib qilishim mumkin degan ehtimollik hammaga chilliq qo'shib turadi. Men olqinim bilan plastik bola haykalning ko'krigini qayta besib o'tib, savodoshlarimning kulki chaqchaqlaridan boshqa qo'rg'i sumaklarining sungan ovozini rostla angladim. Tajriba jasadlari chilliq va saxtlik tuyg'umizni ostin-ustin qilib o'tdi. Siz plastik modellarni rost, jasadni bo'lsa saxta deb o'ylashingiz kerak edi. Biroq tunji kuni siz unda qilolmaysiz. Men oldimdagi ko'kish, ozroq ishib qolgan jasadga yuzlandim. Uning butunlay jonsizligi va haqiqiy insonligini hech kim inkor qilolmaydi. 4 oydan keyin qo'limga hari elib, mushu odamning kallasini harda parchalaydiganligimdan iborat bu paket o'sha daqiqada menga qabul qilg'isiz bir ishdek tuyuladi. Elim yaxshi, yenimizda anatomiya professorlarimiz bor edi. Ular bizga jasadning chiroyini obdan ko'rib olgandan keyinla yuzini yipib qo'yish taklifini berdi. Bu ishimizni osonlashtiradi. Biz chiroyimizga jiddiy tus berib, cho'nqur nafas olib, jasadning yopig'ini echishga taraddudlanib turganimizda bir tashqi kasalliklar doktorining bizga ozroq gap qilib bergisi kelib qoldi. O jayniki bilan jasadning beshiga yo'langan holda bu odamning yalang'och badandagi jarohat va tortiqlarni birma-bir ko'zitib turib, uning tarixini hikoya qilib qurashtirishga boshladi. Bu tatoq serakat operatsiyasidan qolgan. Ma'vusi bo'yin arteriya ishki pardasi operatsiyasining tatog'i. Ma'vula tirnoq izlari, balkim ol kesili yoki yuqori bilirubin sababli bo'lsa kerak. Bu bemorning badanda hech qanday tatiq yo'q ekan. Qaraganda u oshqozon osti besi raki bilan davolashqimi ulgurmay, nihoyat tez o'lib ketgandek qiladi. Doktor shulan davatqanda, men ixtiyorsiz uning jaynaklaridan ko'zimni neri qilolmadim. U jaynaklar doktorning og'zidan chiqayotgan tibbiy farazlar va kasbiy atalg'ularga agishib, jasadning yepib qo'ygan yuzida to'xtamay uyan-buyan harakatlanib turadi. Men ichimda odam tonimaslik kesilni o'yladim.
Bu kasalga giribdor bo'lgan kishi boshqalarning chiroyini farqlantirib tonish iqtidorini yo'qotib qo'yadi. Uzun o'tmayla, menmi qo'limga hari ilib, shularning qatoriga qo'shilib ketdim.